Assalomu alaykum shirin baliq yo'li a'zolari. Mana bugun 2 noyabr, xudo xolasa ish bosh kunimiz. Odamlar kelishni boshlayapti. Sekin kelaverasizlar. Assalomu alaykum shirin baliq yo'li a'zolari. Mana Farg'onadan Asakadan akalar kelibdi. Ish bosh kunimizga qani hoji aka? Jamoa kelibdi mana. Bu safar Mike Tyson nomini qo'yinglar. Nima uchun Mike Tyson biz olmadi, yoqishmadi. Nomlaring nima bo'ladi? Nom qo'ying bo'ladi. Siz qo'yinchiz o'qirdim. Nima nom qo'yaylik? Doim YouTube'da yuradigan kim hozir? Doim YouTube'da sizlar yursizlar-ku birinchi. Hali nimalar? Sportsmenlardan. Omad qo'yaylik. Omad. Omadmi? Ama gruppamiz, короче, yangi jamoasi Omad. Bitta duo qilib berinchi ish bosh kuniga qani. Qilayotgan ishlarimizni Alloh rivojlantirsin. Hammamiz ham ovimizni barakotidan kelsin. Ishlarimiz oldiga yursin. Allohu akbar. Akasiz kelsin, sog' bo'linglar, omad hammalarga. Soqasini olib ketinglar. Dollar qo'yishyapti. Dollar boshqachada, ishonavering. Hidi ham boshqa. Assalomu alaykum. Mana yangi jamoa omad. Yana kelishdi chiqishi. Mike Tyson chempion bo'ldi-da Mike Tyson endi. Assalomu alaykum hammaga. Gruppadoshlar, hammanglar sog' salomatmisizlar? Uy ishlar tinchmi? Kelinglar. O'tgan yil 10-noyabrda ochilgan ko'limiz, to'g'rimi? Xudo xolasa. 10-noyabr kuni ochilgan kun o'sha yerda. Bugun 12mi? 1 yil 2 kun bo'libdi. Aka tuxum bor hali deninglar. Zo'r baliqlar olganmiz. Ha, hali deninglar. Azamjon. Mana. Yaxshimisizlar? Abdumali aka. Olmanglar, kelinglar mana, boshlandi yana. Zohriddinlar. 9 kishi keldingmi? Ha, 9 ta bo'ldinglar, xudo xolasa. Afon aka. Afon aka mana. Parislov. Ferganskilar keluvdi, kim udi? Parislov. Hammaga omad. Yangi omad komandasiga xush kelibsiz. Omadga omadkan. Assalomu alaykum shirin baliq yo'li a'zolari. Bugun mana 12-noyabr. Kecha kichkina otalar ko'liga tashuvdik. Narada nima qilamiz hozir? Mana bugun baliq yana olib keldik. Xudo xolasa yengil tashab turgani va'da qilgandek kunda 30 kilo, 20 kilo tashab turamiz. Hozir bu 100 kilo baliq olib kelgizdik. Xudo xolasa. Sevmaslik, mana akalar baliq keldi, xudo xolasa qo'lishim. Ha, baliqlar keldi shirin baliq yo'limizga. Kelganingizdan bilgan bo'ldi, siz aytmadingiz. Yo'q, xayrulloh, haydaverdingiz-a? Siz aytmagan bo'ldi. Sizga tashlab olsam bo'ladimi? Yo'qsiz baliqlar ekan, sazanlar. Güzel, güzel chiroyli. Charchab bo'ldi. Faqir bo'lganda faqirga sut olashtirib qo'yadi. Mana bo'lsa, baliq faqirdan. Faqirga sut olashtirib. Suvni bo'shataverardingiz hozir, tushirolmadingiz. Yo'q, suvni bo'shatamiz. Bir pas tursin. Bo'ldi, meni olavering, ochmang. Ochmang, nariyoqqa olavering bo'ldi. Satudan olaman endi yaqinda. Bir pas ta'sir qilyapti. Yo'q, burilguncha ta'sir qiladi. Bo'ldi, tavba.
bittasini olib qo'yganki ko'rsatib qo'y. Mana kattaroq bo'lmuş. Jonivor qo'ling yetmaydi ya kattaligidan. Bizi hovuzga ketib qoldi. Sho'q aka. Sog'lom baliqlar ekanda mana. Soling. Go'zalligini qarang. 12 kilo. Jim turibdi. O'n besh. 5 ta olasiz aka. Omad qarang ana chiqsa mana bo'lib ham chiqib qolaveradi. Ushlab turibman. Sachoyni qo'yib yuboraver. Ashiydan bitta bilan bo'lsa turaveradi. 19 kilo. Ha, olyapman. Ana 19 kilo. 2 kilo. Kecha 7 kishiga 65 kilo edi. Paytolyapti. Endi bu bizga ikkovimizgami bu endi? Ikkalamizga. Kattasi bor ekan. Karpam bor ekan mana. Ana baliqmisan baliq. O'zlari tushgan joyda qolib yotishibdi bular. 20 kilo. 20 kilo. Nariyoqqa tashlayveraman, ha. Tag'ga bosib turaman. Assalomu alaykum hammaga. 12 noyabr 25-yil. Shirin baliq ko'llari. Ofis Ostrov. Suv to'la. Suv zo'r. Afg'on akamiz o'tiribdi. Yoqqa ham tashlab qo'ydik. Anchadan beri o'tmodik. Ostrov. Suv zo'r. Hammaga omad. Assalomu alaykum. Shirin baliq yo'llar a'zolari mana bugun omad jamoasidan bugun maxsus osh farg'onalik mana Abduvali tog'ada. Xudo xolasa farg'onacha osh. Mana tuxumlarni ham, jizzalarni ham tayyorlab qo'ygan. Xudo xolasa. Olayotganimiz video qila olmadik. Biz oshagani kessak, ilashib qolibdi ekan. Tutib qo'yishibdi. Mana 2 kilo keladi. Hammaga omad, kelaveringlar. Assalomu alaykum. Shirin baliq yo'llar a'zolari. Mana xudo xolasa yoshi katta pensioner faxriylar baliq ushlagan ekan, ketyapmiz. Ikkinchi natija. Birinchi natija hozirgida bo'lgan, obed paytda video qila olmadik uni. Hali tashlaymiz. Hozir tog'am ushlagan ekan, ola olmayapti. Otalar ko'lida katta ko'lga 3 gektarlik ko'lga o'tdi. Ilentirib qo'yib qamishni ola olmayapti. Ha, tog'a sadolgiz bor ekan-ku. Chachilib ketibdi. Mana tog'a o'lalasizmi o'zingiz? Ha, endi usul ko'payib ketdi-da. Qalmadi-da qo'l. Ho. Qulluq bo'lsin. Olib chiqib o'layman qilib. Beralasizmi?
o'tirgansiz ekanda narigida 80 kilo baliq bor deb. Endi baliqlar endi yurishni boshlayapti-da. Ana endi qo'lingizga olib qo'ysangiz. Bir yoqdagi sho'xdi. Endi betki tabiiy nima qilyapti? Kechagi tashlaganlar emasmiki? Kecha 35 kilo tashlab yubordik-ku, bu yaxshiroq undan emas shekilli. Yutib yuboribdimi? Yo'q. Ha, labini. Yonidan. Ha, sheriklardan o'tadi hozir. Chidamaslar. Jamoa uyga qo'shilamiz deyapti. Ana, akalar. Qayerdan keldingiz tog'a? Oltinko'ldan. Oltinko'llik tog'alar mana. Bu chollar yomon chollarning davomchilari. Qutlug' bo'lsin. Ko'ladan. Xudo xolasa. Mana bugun 12-noyabr. Ulug' akam mana bitta ushlab oldik. Otalar ko'lida. G'alli qilib dili o'zining qalmag'i ham. Meni yuragim o'ynab ketdi, qalmag'i tushib ketyapti deb. Ana. Jonlidamiz. Avaz akamga 3 kilo 200 qo'yib yubordim dedi hozir. Mana olib qo'ydi ha. Shaqlab ketyapti ana. Sen yaşarsın bir yer ama. Saçok siz şey yapma. Saçok da nam kıyım kelmayapti. Arziydigan baliq-u. Ha? Arziydigan baliq-u sachokka. Mana sach o'tiribdi-yu. Ana. Ana biznikini ho'l qilsangiz bo'laveradimi? Nima deyapti u? Gapiryaptimi? Oho. Nima deyardingiz bu ko'lda? Halol pok dedi. Bu ko'lda mi? Ha? Yo'q, baliq bor endi. Baliq bor, kim aytyapti yo'q. Ana yaltirab. Nari tomonni oling. Bilasizlarmi? Bunday qil. Narigi yaltiroq tomonni qilasizmi? Yo'q, baliqni toza tomonni bo'laman. Nima deysiz endi tilaylaringiz? Bu baliq zoti halol. Pokdek ko'lidan ushlab oldim men. Mana kelinglar hammalaring, biz shetamiz. Kelinglar. O gapiryapti mana. U aytyapti, Alisher, Alisher, salom, Alisher, salom. Qulluq bo'lsin aka. Qulluq bo'lsin. Sog' bo'l. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli va bizga qadrli bo'lgan ovchi aka-ukalarimiz, hoji akalarimiz, hoji otamiz, narimiz. Umuman respublikamizda eng zo'r hisoblangan vodiyda ovchilari, yaxshimisizlar charchamasdan. Ahli gruppa Shirin baliq ko'llari fermer xo'jaligi a'zolari, hammalaringga alangali salom. Omad jamoasiga omad. Omad jamoasi dam olish qanaqaligini bilishadi mana. Havasimiz kelyapti. Baliqqa qiziqmasak ham kelib haligi xotirjam maza qilib dam olishga nima etsin. Sog'liqni tiklash, profilaktika deydi. Sanatoriyalarda bo'ladi bunaqa narsalarni topish qiyin. Kelayotgan yangi mehmonlar, aka-ukalarimiz, ovchilarimiz, qiziquvchilar hammalaringni musobaqaga omad tilaymiz. Jamoaviy va yakka
musobaqalarda omad tilaymiz. Kelinglar, dam olinglar, maza qilib, sog'liqni tiklab, hamma narsani esdan chiqarib, yozilib mana ko'lda, cho'l joylarda oshni qilsangiz, parini chiqishini qarang. Bu yerda o'tinda bo'lgan oshlar boshqacha, taomlar boshqacha bo'ladi. Bu ham shifobaxsh taom hisoblanadi. O'tinda bo'lgan ovqatlar. Ana baliqlarni ham ko'l xodimlariga aytsanglar, rahbariyatga aytsanglar, olib kelib qo'yadi. Oldindan telefon qilib, 5 kilo bizga brigada boramiz, 10 kilo bizga brigada boramiz. So'yib qo'yilsin desa, so'yadigan bolalar bor, gaplashasizlar, so'yib beradi. O'zlaring bemalol pishirib, yeb, ovlarni qilib, dam olib ketishga nima etsin. Bizni ham havasimiz kelyapti, uzoqdan turib ko'rib, shunday dam olishlaringni biz ham havas qilib tomosha qilyapmiz. Hammalaringga omad, sog'lik, salomatlik, uzoq umr ko'ringlar. Ishlaringga rivoj. Bugungi ko'ldagi, nafaqat ko'ldagi, boshqa ovga chiqqan akalarga ham omad, ovlaring baroridan kelsin. Sog' bo'linglar. Ulug'bek aka, vперед! Mana Ulug' akam yugurib ketdi. U qalmag'iga. Bormi? To'xtang bo'lmasam. Mana yuguryapman. Telefonni o'zini qo'yib yuboraman, yuguradi. Qaynab o'chgan. Bitta joydan ushaylar, hamma joydan usholmasdan. Bu musobaqanikimi? Musobaqanikimi bu? Sadu nima qilyapsiz? Siz baliq shuni nimasini o'rganib oldingiz. Ho, aytdan chiqib ketadi. Haligi yangi baliqlar, ha? Haligini sherik ekanda hozirgina. Mana 3 gektardan natijani bu har narsa qo'yib olibdi. O'chirib turing. Video o'chirgandan keyin mana xullas 3 gektarligida bor. Chavaqmi? Ha, Chavaq turibdi-yu. Paltara? bitta malok bor, bitta chavoq bor. Bu kichkinaroq ekan, ha? Ha. Mayli, satda nima bo'lsa ham bor ekan. Natija yes. Natija yes. Ulug' akam baribir. Yana natija. Yana nima deyapti? Hangisi? Bu gapirmayapti. Ne хочет? Kelinglar, короче, baliqlar bo'lman, baliq endi doma yurdi doma. Charchadim men yurib. Sizmi menmi? Ha? Zo'r mazza. Второй уже. Это уже второй. Otalar ko'li 3 gektar. Уже otalardi. Narigi otalar ko'li bu 3 gektar. 3 gektarligida. Xudo xolasa mana. Kelinglar mana. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Oshlar. Ferganskiy osh. Ulug'tog'ay kelmaysizmi? Buzyapti, yo oshni buzgani. Tuxumlar to'rt bo'lib qo'yaverasiz. Sog' bo'ladi. Beshta o'q qoldi. Maydalab olsizchi? Atni qilib qo'yaman. Bismillah. Ulug'bek. Ne Ulug'bek? Yürü.
Qilyapmiz, solyapti. Ha, video qilyapti. Baliq ushlab olib yuribdi. Baliq ushlab o'ynaganlar birinchi keladi Toshkentda. Zo'g'in aka. Ana nimani qilib bering dedi. Bu tuxumlarni maydalaydi buni ichiga uni ostini shunday oling. Ha, Bekzod Tuya solib qo'yamiz. Olyapti. baliq deb qo'yishimiz kerak. Janobi, Nima aytayman, men gapirdim. Qattiq yurishdi Oshga dedingiz. kelinglar xullas, baliq chiqmasa ham zatto osh yeb ketaverasizlar. oshni kim kelyapti? Oshni kim kelyapti? Professionalni nima qilyapti? Ribaq qilyapti. Abdumali akamiz qolgan. Mana aka. Farg'ona 5 bola. Afg'onda 5 bola. Ha, bu yoqda zo'rga Buni savol o'ring. Bezadi berib, keyin olib borib o'rdan. Aka, guruchi nima bo'lyapti-da? Atay power olib keldi. Bu powerni men hozir $20 beryapman. Mana shu vaqtida kelsa bo'ladi. Chaptiringlar. Bitta oshni yeylar. Yoqmasa dollar bermaymiz, $20 bermaymiz. Shu bor narsani gapiraman. Nechta to'g'ri kesib Bitta so'ragan. Yo'q, yo'q, mana shu bitta so'rga. Yo'q, bu bitta kattani solamiz, 4 kishi bo'lib o'sha yerda o'tirib. Ay, Solavering. turgam, Solavering. Solavering. soling, mana men. Bo'lib yuboringlar shunday. Yo'q, bitta baribir 3 kishi bo'lib qolamiz bittasida. Men bilan 4 kishi bo'lasizlar. Yo'q, 10 kishida. Ha, bo'pti-da, 6 kishi yoqqa o'tirsa, 4 kishi bu yoqqa o'tiradi. Mana uni olasiz so'riga, uni stolga qo'yib qo'yasiz, kattaroq. Mana xizmatda Ulug' akamning ovoz akam o'zi. Kelinglar. Asaka yangi nomli omad gruppasiga. Omadbekning nomiga qo'ydilar-ku, axir birinchi o'rinda Rasul. Nomiga qo'ymadik. Omadbekka havas qildik. Ulug' akam Omadbekka havas qildik. mana. Kelavering, mashakka olib kelavering. Kelyapti, malaka. Qaqa o'tirsangiz o'tiraverasiz. Men atay joylarni ochib qo'ydim o'rtada, yana olib qo'yishlar. Hammasi Bu yoqda o'zimiz akalar ham. Mana. Yo'q, bo'ldi men. mana qo'shib Xo'sh, skameyka bitta, stulchika bitta. Bir kishi o'tiradi-da. bo'ldi, o'tiringlar. 9 kishi ekan, 10 kishi emas ekan. Davay boshladik, ha. To'q. Mana. Salom. Yoqimli ishtaha. Yoqimli. Assalomu alaykum Shirin baliq ko'llari. Bugun 12-noyabr 2025-yil. Mana Abdumali aka zarulum oshdi. Mana osh bilmayman nimasi, guruchi nima, dasta sariqmi, dezrami tushunmayapman. Qanaqadir qattadan u nimadan olib kelishdi? Qashqadaryodan olib kelishdi guruchni. Mana tuxumlari bu nimani? Kaklikni tuxumlari bu, kattalari. Katta kakliklarniki. Parodistidan olishdi. Bitta tuxumni 25 mingdan oldik. Mana xudo xolasa. Abdumali aka osh xudo xolasa yarim soatda bo'ladi, tayyor. Baliqchilari mana kelishdi. Yevropadan kelishdi, Amerikadan kelishdi, Angliyadan kelishdi, Portugaliyadan kelishdi, O'zbekistondan kelishdi. Ana Bekzodni ko'ringlar, doimo ruldada, shu bola ham tinmaydi. Hech uyqulari kelaveradi, uyqusirab olma. O'zi qolib ketibdi, mana ishlayaptilar. Bir narsa qilib yuribdi, ammo yaxshi qilyapti, ammo ko'lga qarayapti, sekin baliqchilarga sharoit qilib beryapti.
Yaxshi zo'r, короче. Короче, kelinglar, yoppasiga, oshlariga kelaveringlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hali ikkinchi seriya qilamiz. Akalar to'kdi. O'ynayapti. Torch kerak. To'xtang, qani pokiz? Torting. Yes? Yes. O'sha aytdim. Yes. Ha joningizni, ana. Ha shokoladni, ana. Ana, akalar. Kelinglar, mana живой video, свежак. Ayt. Nimaga oldi chuvalagami? Ajoyib, chuvallarimi? Kaliforniya. Ha? Nima? Chiqib ketdimi? Mana живой, mana. Yaptı bularmi? Mana bular uzoryapti, mana qaranglar, даже katushkalar ham chidalmayapti-da. Ana katushkalar chidalmayapti. Ha joningizni ana qaranglar. Ayt shokoladdan. Ana zoti halol pokdan ko'lidan bo'lyapti. Pok. Baliq ham pok, oppoq deydi-yu. Pok degani oppoq deganida. To'g'rimi, Bekzodjon? Nima ushlab turaymi? Oling sada. Mana o'sha yerga olib boravering. Mana. Mana. Aynalib ketding. Sizlardan mana. Aynalib ketding. Jonim shokoladi, marmeladi. Novota, masala. Mana. Ana baliq bor. Mana normalniy baliq qaranglar. Ganski. Ha, yutib oldimi? Endi u Kaliforniyada. Vayshlar ham eshitganmisiz Kaliforniya? Endi qaranglar mana. Ha, ana. Biz ko'lda egasimiz. Aha. Otalar ko'lida mana men Aha. 3 gektarga. Ana ko'ringlar, mana. Baliq yo'qsiz. Yog'siz olma, mana qaranglar. Mana spesialni qilyaptilar, Bekzodjon. Ana. Ketdi qalmoqlarim oldiga-da hozir. Ikkinchi seriya. Musobaqaga qo'shilib ketdi, xudo xolasa mana. Xudo xolasa. Qulli bo'lsa. Qo'lib bo'lsa-da. Gap yo'qmi? Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Otalar ko'lidan 3 gektarga nabarot. Yaxshi, domla yoningizda turadi, o'rgatib qo'yibdi, qachon olish, qachon tortishdi. Tortyapti dedimi sizga? Ha, tortyapti, men deb. Bo'ldi, sudya время dedi-yu. Время. Всё. Assalomu alaykum, shirin baliq ko'li a'zosi mana. Abed paytda chiqqan baliq tashlagan natijasini Zohriddin tog'amiz, mana hoji akamiz. Kelavering oraqqa. Mana. Qorong'u bo'ldi deycha. Qani taroziga qo'ying, svetimiz. Kilolar 700 ekan. Xolasa. Sekin nima qilingchi? Rasmga oldimmi? Olganimni. Oldim shekilli. Qulluq bo'lsin aka. Qulluq. Mana Zohir aka, hoji aka. Salamat. Mana baloda qara. Mana. Topillarni otibdi. Hala. Qizil shapkacha dedi. Kattasi 3 gektarlikdan. Yo'q. Adashmang. Yo'q. Ulug'bek kattasi 3 gektarlikdan. Video tushib bo'lgan. Tarozga tushgan yo'q. Tarozga tushgan yo'q, videoga tushgan. Ligidan mana shu.
Alaji gektarligi chiqyapti. Bu kichkina ekanda videoga ham tushib berganmish o'zi. To'g'ri. Hazillashyapman. Yo'q, men ham hazillashgan yo'q deydi. To'xtab turing. 3 gektarniki 1 kilo 100 120 ekan. U hisobniki musobaqaniki. Ha, bu ham yetmaydi. 1 kilo 600. 600. Bu balamdan ham kichkina ekan. Sizga qanchali? 1 kilo 700 degan. Qo'yimni ko'tarib qo'ying endi. Qani? Bor. Sizga aytdim 3 kilo 200 ushadim dedi-yu. Mana. Ana. Majlisning gruppasi deb qo'yar-ku. O'zlaring bilasizlar, qaysi eri, qaysi xotin. Men doimo parachga ushlayman. Men bularni muhabbatda ajratmayman-da, bular mana uyimda muhabbat qilib yurishaveradi. Ancha doim ikkita tutadi. Ana, qulluq bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Ko'p savollar bo'lyapti kommentariyalarda. Lokatsiya tashab qo'yinglar deyilyapti. Hozir shu biz turgan mana shu hozir yozayotgan, gapirayotgan joyning chap tomoniga Telegram gruppamizni joylaymiz. Kichikcha ovchilarimiz degan ссылкani terib yozsanglar, Telegram gruppamizga qo'shilasizlar. Zaifga keladi, biz qo'shib qo'yamiz. Shu gruppamiz ichida hamma savollaringizga javoblar bor. Bemalol ovchilar bor, vodiy bo'yicha salkam 2000 ta obunachimiz bor. Qanaqa xo'rak nima bo'lyapti, hamma muhokamalarda ishtirok etsanglar bo'ladi. Yana bir marta aytaman, mana shu chap tomonda hozir joylaymiz. Kichikcha ovchilarimiz degan ссылкani terilsa, bizga zaifga keladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Shirin baliq ko'llari fermer xo'jaligi quyidagi baliq mahsulotlarini tadbirkorlarga taklif qiladi. Sazan, to'staloq, ilonboshi, amur va boshqa baliqlar, tozalangan, muzlatilgan va dudlangan holatdagi baliq mahsulotlari. Narxlar hamyonbop.